Lekin biz kuzatib oluvchilar mana yana bitta stanogimiz. O'zimiz Qo'qonga tayyorlab berdik, Uchko'prik tumaniga. Akamiz faqat ratan stolga moslab berganmiz buni. Ratanda dekodan boshlab Izabella, Amiran, Korolevetskiy, Tovus hammasi chiqaradi. Rim. Bularda ham razmerlar o'zgaradigan bo'lgan. 20 sm ga ochilib yopiladi. Ikkitasini tayyorlab beryapmiz, dastlabkilar bilan birga. Bu tomonda sevamiz, tayyorlari ham bor. Bu saroyimiz Samarqandga ketadi. Ikkitasi Qirg'izistonga ketadi. To'xtov ham bo'lyapti joy. Hozirda kat yo'llarimiz ham bor. Bu tomonda kachilarni ham boshladik. Ikki kishili kachilar. Dastlabkilar bilan boramiz. Yo borib o'rnatib beramiz. Ikkitasi sig'dirib yuboramiz, deyapti hozir bular. Bunisini o'zim ko'tarishmasam bo'lmaydigan o'xshaydi. Mana bu stanoglarimizda boshqalardan farqi bu rolikdan chiqqan stol ham, mana kichkinadan chiqqan stol ham, mana kattasi chiqadigan bo'lsa ham hammasi mashinaga tushaveradi. Mana bu eng kichkinaga moslangan holati. Xudo xolasa 20 sm ga yaqin ochilib yopiladi. Hamma razmerdagi stollar bemalol tushaveradi. Xolasa ochilib yopishlar yengil, bitta bolti bor, qatirib qo'yiladi. Aytgan razmerga olib kelib, mana shu boltdan qatirib qo'yiladi, qimirlamaydi. O'z holatda ham qimirlamaydi. Asa ishni boshlaydigan vaqt mana fevral boshlandi, sezon. Mana shu holatda mana. O'zim territoriyalarga dastlabki xizmatlari, xudo xolasa besplatno. Ularga razmer qo'ymaganimiz sababi bu akalar o'zlarida stanoglar bor. O'tgan yillarimizni olib ketgan. Deko chiqarardi, endi kattaroq modelga o'tganligi uchun razmerni o'zi qo'yib oladigan bo'ldi bu. Bu taraflarimizda stanoglar yig'ilyapti. Kat yo'llar ham bor. Bu stanogimiz tayyor, xudo xolasa Samarqandga jo'natiladi. Uni turbagi bor, WhatsApp stanogi bilan birga ketadi. Ikkalasi Qirg'izistonga ketadi. Kimga shunday stol stanoglar kerak bo'lsa, turbagi, profil kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Shu nomerlari bor. Lokatsiyamiz Farg'ona viloyati Bo'yoq tumani, Kamar qishlog'i.